kecha erta menен kelib turib, sekin bir chekkadan kavlasak, poetapni chiqaverdi-da bularki. Qirsa qabrlar turadi, odam yotadi. O'shundan boshlandi-da, u 40 ga yaqinda kavlab olib, o'sha Domlabosh nimaga qo'yib chiqdi, qabristonga qo'yib chiqdi. Hozir mana turgan yerimizda endi yo nariyadan kavlasak chiqadi. Murdada bu yerda ota-bobolarimiz ham qabriston bo'lganini tasdiqlab oladi bu yerda. Bu chiqadi bu yerdan. Buni o'likka hurmat bildirib, o'sha joyiga borib qo'yishimiz kerak-da. Bilmaymanki. Kecha o'sha 40 tay so'yib qo'ydingizlar. 40 tayda suyak chiqdi kecha boshida. İlgari kuni kechinda boshlandi, tushdan keyin. Kecha kunduzi bilan shunchani qolib olib, qabrlar shunday turadi-da. Qabr tushib ketgan emas-da bu yerda. Shundaydan. Ава o'sha sayratpaysiz-ku, jana murda baya qabriston bo'lgan, murza bo'lgan debchi. Unday примерно qaysi yillar bo'lishi mumkin o'sha murza? Siz shunday eslatib qanday ko'rganda otakollar ham qaysi yili boshlanganini bilib ekan. 100 yildan oshib bo'lgan bu. Bu 150 yilda u yoqda bo'lgan qabriston bo'lgan bu. Mana shu suda, mana shu regionlarda el oz bo'lgan-da. Sentralniy yer shu yer bo'lgan bo'lsa kerak-da, nimasi? Qabrlarida qo'yishdi odamlar, shu suyagini qo'yganda shu yer bo'lgan bo'lsa kerak.